Bir juda ham chiroyli duo bor ekan, eshitib turinglar-da. Bu duo Imom Termiziydan keltirilgan ekan, Abdulloh ibn Yaziddan. Allohumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu. Parvardigor, men yaxshi ko'rgan narsa bilan rizqlantirgan bo'lsang, bas shu narsani menga seni yaxshi ko'radigan narsalarni qilishga quvvat qilgin. Men yaxshi ko'rgan narsalardan nimani bergan bo'lsang, o'sha narsalar seni itoatingga quvvat bo'lsin. Endi sog'likni berdimi, senga itoatga quvvat bo'lsin. Boylikni berdimi, itoatga quvvat bo'lsin. Jamiyatda bir mansab, martaba berdimi, haqni yuzaga chiqarish, adolatni qoyim qilishga quvvat bo'lsin. Farzand berdimi, seni rozi qiladigan ishlarga quvvat bo'lsin. Va ma zawayta anni mimma uhibbu faj'alhu faraghan li fima tuhibbu. Endi men yaxshi ko'rgan narsalardan nimani menga bermagan bo'lsang, men yaxshi ko'rgan narsalardan menga nimani bermagan bo'lsang, o'zing yaxshi ko'rgan narsa uchun meni undan forig' qilgan bo'lgin. Tushunarli bo'ldimi? Katta dunyo so'rovdi, bermading. Endi o'sha bermaganligini sababi o'zimga yaqin bo'lsin degan bo'lgin. Chunki o'sha dunyoni berib qo'ysa, chalg'ib ketib qolishingiz ehtimoli bor. O'sha mansabni berib qo'ysa, chalg'ib ketib qolishingiz ehtimoli bor. Endi nimani men yaxshi ko'rgan narsadan, masalan, ko'p narsa so'raymiz, to'g'rimi? So'rayotgan narsamizni bermayotgan bo'lsa, buni yomonlik deb o'ylamaylik. Agar men yaxshi ko'rgan narsani menga bermayotgan bo'lsang, sen o'zing yaxshi ko'rgan narsalar uchun meni bu ishdan bo'shatib qo'ygan bo'lgin. Kishi mol dunyoni so'raydi, orzu qiladi, lekin yeta olmaydi. Umri davomida qo'li kalta bo'lib o'tib ketadi. Buni yomonlik deb o'ylamasin. Buni yomonlik deb o'ylamasin. Sabrdan boshqa hamma amalni mukofoti birodarlar cheklab, o'lchab beriladi. Faqat sabrni mukofoti hisoblamasdan beriladi. Sodiq mo'min banda turmush tarzini tuzatishlik uchun hamma sababni qiladi. Yuguradi, yeladi, mehnat qiladi, lekin natija u xohlaganiga bo'lmaydi. Mo'min banda, sodiq mo'min banda turmush holini, turmush tarzini yaxshilashlik uchun mehnat qiladi, yuguradi, yeladi, lekin natija u aytgandaqa bo'lmaydi. Shunda nima qiladi? Taqdiriga rozi bo'ladi. Sabr qiladi. Shuning uchun ajri katta bo'ladi. Biz bu yerda hech narsa qilmasdan Allohda aytgani bo'ladi deb o'tirib olgan odamni gapirmayapmiz. Tinmaydi, bechora tinmaydi, kecha kunduz yuguradi, qishin yozin yuguradi, lekin bo'lmayapti. Endi nima qilish kerak u? Biz o'sha harakat qilmayotganda malomat qilaylik. Agar shunaqa farzandimiz yotib olgan bo'lsa, urishib qolashaylik. Ishlar yugur chiq deb. Ammo yugurib, yelib harakat qilsa ham bo'lmayaptimi? Shu farzandni malomat qilmaylik. Nimaga sen topa olmayapsan, Alloh topganda demaylik, chunki uni taqdiri u. Haqiqatan kunga, tunga o'laysan bo'lmaydi. Demak, Alloh taoloning taqdiri. Seni ishing tugadi. Seni ishing harakatidir. Bu yo'q Allohdan. Endi kufr olamidagi odamning holini qarang. Yuguradi, yeladi, harakat qiladi, sabab qiladi, natija bo'lmasa tushkunlikka tushadi, o'zini o'ldirishlikkacha boradi. Ammo iymon olamida-chi? Hamma sababni qilgandan keyin natija bo'lmasa, demak Allohdan ekan deydi, rozi bo'ladi, ajr oladi. Al-Akram, o'ta karamli bo'lgan Robbisi shu narsani taqdir qilgan edi unga. Alloh qizg'anmagan edi, Alloh baxillik qilmagan edi. Men qildimmi harakatni nimaga bermading demaydi. Chunki karamli, o'ta saxovatli bo'lgan Robbis shu kunda taqdir qilibdimi? Demak, shu sizga yaxshi ekan. Endi nima bo'ling? Rozi bo'ling. Innama yuwaffas-sabirun ajrahum bighayri hisob. Hech shak shubha yo'qki, sabr toqat qilguvchilarning ajr mukofotlari hisob-kitobsiz, to'la to'kis qilib berilar. Inna wajadnahu sabira, ni'mal abdu innahu awwab. Alloh taolo o'zining bandasi Ayyub alayhisalomni maqtab aytadiki, dar haqiqat biz Ayyub alayhisalomni sabr qilguvchi holda topdik, u naqadar yaxshi bandadir. Nimasi uchun Alloh taolo yaxshi deyapti? Sabr qilgani uchun. Birodarlar, ustimizda turgan kun Alloh bizga taqdir qilgan kun. Sabr qilsangiz ham shu kunda turibsiz.
Jazobaga tushsiz ham shu kunda turibsiz. Rozi bo'lsangiz ham shu kun. Norozi bo'lib shikoyat qilsangiz ham shu kun. Keling birodar, haqiqiy mo'min bo'laylik. Al-Akram, o'ta karamli Robbimiz shu kunni bizga beribdimi? Demak, shu kun yaxshi ekan, chunki Robbimiz Al-Akram, karamli zot. Inson ustiga qanday kun kelmasin, Alloh unga nimani taqdir qilgan bo'lmasin, albatta buni orqasida hikmat bor. Zo'r gap tarqalib qoldi oralarimizda. Mana dedi palon paytda mana qilganimiz moncha pulimizga kuyuvdik deydi-da, aytadiki, albatta buni ham hikmati bo'lsa kerak deb qo'yapti, bolalar. E'tibor beryapsizlarmi? Albatta buni ham hikmati bor deb qo'ydi. Pulga kuydi, 20 ming, 30 ming dollarga kuydi. Lekin nima deyapti? Buni bir hikmati bor deyapti-da, xotirjam. Mana kecha bitta ukamiz bilan mashinasiga ketyapti, shuni aytayapti. Bir fura narsam deyapti, yo'q bo'lib ketdi. Olgan odam o'lib ketdi deyapti. Olgan nasiyaga olib ketgan, o'lib qolgan. Bolalarga borsam tan olmayapti deyapti. Deyapti-da, aytayaptiki, buni ham bir hikmati bo'lsa kerak deb qo'yapti. Eslaylar, Xizr alayhisalom Musa alayhisalom bilan uchrashib yurganida bir yosh bolani o'ldirib qo'yadi. 12 yosh bolani o'ldirib qo'yadi. Tushunmaydi, nimaga o'ldirding deydi. Bu katta bo'lganda kufrga, tug'yonga ketib, ota-onasini ham kofir qilib yuborardi deydi. Ota-onasini shu bolasini o'lganligi ota-onasi uchun katta musibat, lekin hikmati bor edi ekanmi? Va ma fa'altuhu an amri, men o'z boshimchalik qilib qilganim yo'q bu ishni, bu Robbimning buyrug'i edi dedi. Shuncha birodarlar, qanaqa holatda turibmiz hozir? Iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy ahvolda. Demak, shu turishimizning nimasi bor? Hikmati bor. Hikmati bor. Va amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu. Endi Robbisi uni sinab, rizqini tang qilib qo'ysa, nima deydi? Alloh meni xor qildi deydi. Ota-onadan ko'ra farzandga mehribonroq odam bormi yer yuzida? Yo'q-a? O'sha ota-ona bolasi yeyman desa, bir muayyan bir narsani yegizmaydi. Menga ham beringlar desa bermaydi. Yig'laydi bola. Aytinglar-chi, shu ota-ona bolaga mehr shafqatlimi yoki shafqatsizmi? Bolasiga baxillik qiladimi shular shu yerda? Bola tushunmaydi buni. Hamma yeyapti, menga bermayapti, meni yomon ko'radi bular deydi. Lekin nimaga man qilyapti? Bir kasali bor edi, shuni yesa qo'zib ketar edi. Allergiyasi bormidi, oshqozonida kasal bormidi, suyagida, terisida kasali bormidi? Ammo bola buni hikmatini tushunmaganligi uchun ota-onaning ishiga norozi bo'lib turaveradi. Xuddi shunga o'xshagandek, siz so'rayapsiz rizqingizni keng qilishini. Siz sababini ham qilyapsiz, o'lib tolib ishlayapsiz, lekin natija siz aytgandaqa bo'lmayapti. Robbiz al-Akram, o'ta karamli zot. Demak, nimasi bor buni? Bir hikmati bor. Demak, ustimizda bo'layotgan ayrim ishlar bizga yoqmayotgan bo'lsa, buni tushunmayotgan bo'lsa, bu bizning ojizligimizdan. Lekin shubha yo'q, buni hikmati bor. Qiyomatda albatta nima qilamiz? Ko'ramiz. Shuning uchun mu'minlarda oxirgi duosi nima bo'ladi? Va axiru da'vahum anil hamdulillahi robbil alamin. Qiyomat qoyim bo'lib qilgan duolarini ijobat, dunyoda ijobat bo'lmaganligidan norozi bo'lgan. Qilgan harakatlari, qilgan duolarini hammasini bu dunyoda bermagan bo'lsa, buni hikmatini oxiratga borganda ko'rib turib, nima deyshadi? Oxirgi tilaklari esa butun olamlar Parvardigori Allohga hamd va sano bo'lsin deydi. Qiyomatga borganda ko'ramiz birodarlar, mana shu ustimizdagi ishlarda hammasini hikmatini. Nimaga musulmonlar hozir kambag'al? Buni ham bir hikmati bor birodarlar. Bejiz bo'lmayapti. Hammasining orqasida bir hikmati bor. Al-Akram, o'ta karamli, ulug' Robbimiz aytadi: "Ey bandalarim, meni bir narsani sizlarga berishim, ikrom qilishim emas. O'sha narsani bermay qo'yishim, xorlashim emas. Ato qilishim sinov, man qilishim davo. Ato qilishim sinov, man qilishim shifo." Faqat shu. Hali yosh bola yoqatni bermasa shifo bo'layotdi-yu. Masalan, o'sha qizil narsani esa allergiyasi qo'zib ketar edi. Bermayapti o'sha onorda. Unga bermayotganligi nima? Shifo, faqat tushunmayapti bola buni. Shuning uchun biz ham birodarlar, Al-Akram Robbimiz bergan kunga nima bo'laylik? Rozi bo'laylik. Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa, uning ustiga sinovlarni yuboradi. Imtihonlarni yuboradi. Balolaydi. Banda sabr qiladi, duo qiladi, sabr qiladi, duo qiladi, Alloh taolo gunohlarini yuvadi. Mushdek ko'mir, mushdek almas. Agar hozir mushdek almas bo'lsa,
94 tonna tillani qiymatiga teng bo'lar ekan. 94 tonna tillani qiymatiga teng bo'lar ekan, mushtdek almaz bo'lsa. Mushtdek ko'mirning narxi qancha? Mushtdek almazning narxini aytdim. 600 gram, 600 gram. Almaz o'zi asli ko'mir. Uzoq yillar yerda tagida qattiq siquv bosim ostida uzoq muddat turar ekan, ko'mir almazga aylanar ekan. Mo'min banda Robbisini sinovlari, imtihonlari, mashaqqatlariga duchor bo'lar ekan, sabr qilar ekan, rozi bo'lar ekan, duo qilar ekan, almazga aylanar ekan ko'mir. Va shu sinovlar bilan Alloh taolo o'zini bandasini o'ziga yana ham yaqinroq qilar ekan. Yubutalal mar'u ala qadari dinihi, kishi iymonidagi salobatga qarab imtihonga duchor bo'ladi. Iymonida qanchalar salobat katta bo'lsa, imtihon shuncha salobatli keladi. Imtihonning eng qiyini, mashaqqatlisi payg'ambarlarga kelgan, chunki Allohga eng yaqin bandalar bo'lgan. Xursand bo'ling banda. Agar sizni Robbingiz ilohiy muolajaga tortgan bo'lsa va bunga siz rozi bo'lgan bo'lsangiz, ko'mirligidan almazlikka o'tasiz, birodar. Norozi bo'lsangiz-chi, ko'mirligicha qolib ketaverasiz. O'shunda ham sinov ustingizda turaveradi. Agar Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa, birodarlar, koinotga nido qildiradi Jabroil alayhisalom orqali. Ey Jabroil, men falonchini yaxshi ko'rdim, siz ham yaxshi ko'ring. Jabroil alayhisalom yaxshi ko'radi. Samo ahliga nido qilinadi. Samo ahli yer ahliga nido qiladi. Ey yer ahli, Alloh falon bandani yaxshi ko'rdi. Sizlar ham yaxshi ko'ringlar. Va odamlar o'zlari bilmagan holda shu odamni yaxshi ko'radi. Odamlarning qalbida unga nisbatan qabuliyat ochiladi. Nimasi uchun? Al-Akram bo'lgan Robbisi bergan taqdirga rozi bo'lgani uchun, sinovlarga rozi bo'lgani uchun, Allohga shukr keltirgani uchun. Istanbuldagi Topqo'pi muzeyida tuxumdek keladigan almaz bor. Tuxumdek. Tuxumdek keladigan ko'mirdan narxi qancha? Almazda asli nima ekan? Ko'mir ekan. Ko'mir mana shu siquv yer tagidagi bosimda ostida uzoq yillar turar ekan, almazga aylanar ekan, birodarlar. Alloh taoloning siz bilan biz ustimizga berayotgan kuni bu sinov siz bilan bizni nima qilishligi uchun? O'ziga yaqin qilishligi uchun. Ilohiy muolajaga ro'baro bo'lishlik ulug' ne'mat. Alloh taolo bizni davolar ekan mana shu sinov musibatlar bilan, agar rozi bo'lsak, Robbimizga shunchalar yaqin bo'lar ekanmiz. Chunki falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fahum mublisun. Endi o'zlari uchun eslatma qilib berilgan narsani unutgan vaqtlarida bir qavmga Alloh taolo payg'ambar yuboruvdi, ular iymon keltirishmadi. Kofir bo'ldi, Alloh taolo hamma dunyodagi hamma ne'matlarni, xayriyatlarni ochib qo'ydi. Zo'r yashayapti ular. Allohga yoqqan joyimiz borki, zo'r yashayapmiz deyishdi. Hozirgi kundagi odamlarning juda ko'pchiligini kallasidagi fikrda aytishdi. Endi o'zlari uchun eslatma qilib berilgan narsani unutgan vaqtlarida ularga hamma narsani eshiklarini ochib qo'ydik. Qachoniki o'zlariga berilgan narsalar bilan shod va hurram turganlarida ularni to'satdan ushladik, bas butunlay nomurod bo'ldilar. Ey bandalarim, berishim, ato qilishim, izzat ikrom qilishim emas, man qilishim, xorlashim emas. Berishim, ato qilishim sinov, man qilishim davo, shifo. Alloh subhanahu va taolo o'zi ilohiy muolajaga kiritib, sabr qanoat berib, mana shu ko'mirlikdan almazlikka olib chiqilgan bandalardan qilishini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va